Kunlardan bir kun bir odam shaharga kelishni istadi. Bobolarini, bobolarini avlodidan edi. U bilardiki shaharda o'z joyini topishini. Lekin shahar uning uchun emas deb otasi tanbeh berardi. Chunki otasi shaharda bo'lgan pilla mafiyalar qo'lida tushib halok bo'lishiga ozgina qoldi. Ammo bola shunchalik shaharni yaxshi ko'rar ediki, xuddi o'zini ikkinchi uyidek. Bir kuni bola shaharga ketishni qaror qildi. Ammo unga otalari yo'q deya javob berardi. U shaharga ketaman deya narsalarni yig'ishtirib ketayotganda bobosi unga so'nggi gapi: "Bolam, mana mening eski kiyimlarimni ola qol. To'g'ri, ularni ko'proq kiyganman, ammo u kiyimlar senga ham asqotib qoladi" deya o'zining eski kiyimlarini berdi. Bola shu bilan 20 kun yurdi va qishloqdan shaharga yetib keldi. Voy, yomg'ir ham quyib yubordi. Salom do'stlar, sizlar bilan men yana Astercraft. Va nihoyat men shaharga yetib keldim. Charchadim yuguraverib. Qayerda turishga joy bor ekan? Yana chet-ellardan so'ray qani. Balki ularda bordir. Salom. Aster o'zingmisan? Kim bu? Jasur. Jasur, qalaysan? Yaxshimisan? Ha, o'zing qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsan? Shaharlarda nima qilib yuribsan? Sen o'zing shaharda nima qilib yuribsan? Otang seni 2 yildan beri izlab yuribdi, topolmaydi. Otammi? Ha, unga aytib qo'y, meni izlamasin. Senga hozir pul beraman, yana qishloqqa qaytib ketasan, tushundingmi? Sen qaytib ket. Men shaharga endi keldim. Qaytish niyatim yo'q. Ustingdagi bobongning eski kiyimimi? Ha. Kulguli. Hozirroq shaharga qaytib ketasan. Adashib ketdim. Qishloqqa. Nega men ketaman qishloqqa? Sen ketasan. Gapni bo'lma. Senga qaysi telefondan beray? Meni hozir pulim yo'q. Aytayapman-ku, men senga hozirroq pul beraman va sen shaharga qaytib ketasan. Men shaharga qaytib ketmayman, tushundingmi? Ketasan deyapman, tushundingmi? Hozir bir o'zingga qo'ng'iroq qilaman dedim. Do'stlar, men bu jetel bilan gaplashib olaydi, keyin ko'r. Yaxki marras. Yaxki deyapman. Burrayman. Shuning burrayman. Bo'ldi qilay videoyingni. Shuninga yaxshi gap bilan gapirdim, to'g'rimi? Ha. Aniqtabda jetel ko'rdim. Qani? Bu yer siznikimi? Ha, meniki. Qarashni bu yerlar bilan ko'rsataman. Zo'r-ku. Bu yerlarda men uy emas, yo uyqusammi ekan? Bu yerlarda necha izimrodga sotasiz? Men bu yerlarni kamida 1000 izimrod. Pishole bu gapingga. 1000 izimrodga ana telefondan ikkitasini sotib olsam bo'ladi-ku. 1000 izimrod. Lekin arzon narxda aytayapti. Chunki 1000 izimrod deydi. Emas-ku, lekin men haligacha joy topganim yo'q arendaga. Arenda. Xo'sh, izlab ko'raychi, balki biron ish bordir, to'g'rimi?